maxsus tikiladigan ortopedik oyoq kiyimlardan voz kechamiz. Doktor, massajistka mani farzandimga maxsus tikiladigan ortopedik oyoq kiyimlarini kiydirishim haqida gapirdi. Siz bunga nima deysiz? Savolingiz tushunarli, lekin hozirgi kunda 3 yoshgacha maxsus tikiladigan ortopedik oyoq kiyimlardan foydalanish qat'iyan man qilinadi. Sababi bolalarda X hamda O образный holatlar kuzatilishi mumkin. Ягодочный мышцalar rivojlanmay qolishi mumkin maxsus ortopedik oyoq kiyimlar kiyilganda. Sababi ularning qo'nji baland bo'ladi va juda ham qattiq bo'ladi. Aynan mushaklar faoliyatiga u xalaqit qiladi. Mushaklar faoliyati yaxshi rivojlanmagandan keyin qarabsizki, suyaklarda ham deformatsiyalar, ya'ni o'zgarishga sabab bo'lishi mumkin. Buning uchun nima qilish kerak? Bolajonlarni ko'proq yalang oyoq yurg'izishni tavsiya qilamiz. Qumlarda, toshli joylarda, hozir mana yoz oylari bo'lgani uchun issiq bo'ladi, yerlar ham bolaga zax o'tmaydi. To'piq qismini ushlab turadigan, qo'nji biroz yuqoriroq bo'lgan maxsus ortopedik poyafzallardan foydalanishimiz kerak. Podoshvasi yumshoq bo'lishi kerak. Shundagina biz to'g'ri maqsadga erishadigan bo'lamiz. Normada 2 yoshdan 6 yoshgacha X образный bo'lishi bu norma hisoblanadi, lekin bu norma ekan deb beparvo bo'lish ham kerak emas. Albatta biz sog'lomlashtirish maqsadida hech bo'lmaganda 1 yilda bir marotaba umumiy massaj olishni tavsiya qilamiz bolajonlarga. Nimaga? Qon aylanishini yaxshilash maqsadida. Va undan tashqari uyda o'zimiz massaj qilsangiz ham bo'ladi o'zingiz. Agar X bo'lib ketayotgan bo'lsa, tizza bo'g'imidan sal tashqariga qilib turib, oyoqlarni tegini o'zingiz massaj qilib, yuqoridan pastga qilib turib, yassi oyoqlikni oldini olish maqsadida mana tegi qismini ko'ryapsiz. Mana bunaqa holatlarda massaj qilib tursangiz ham bo'ladi o'zingiz uy sharoitida. Lekin chuqur o'zgarishlarga olib kelayotgan bo'lsa, ya'ni suyaklarda juda ham katta o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa, valgusli deformatsiyalar rivojlanib ketayotgan bo'lsa, undan tashqari raxit bola bo'ladigan bo'lsa, albatta buni ortoped bilan, pediatr bilan maslahatlashgan holatda vitaminoterapiyalar, massajlar, gidromassajlar, undan tashqari parafillar hamda fizioterapiya muolajalaridan foydalangan holatda amalga oshiriladi. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, 3 yoshgacha bo'lgan bolajonlarga maxsus tikiladigan ortopedik oyoq kiyimlarni tavsiya etmaymiz. Sababi mushaklar rivojlanishiga xalaqit qiladi, bu esa suyaklar deformatsiyasiga olib keladi. Mavzu sizga yoqqan bo'lsa, bizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.